Munis! Munis! Voy, shuncha chaqirdim. Eshitmaysan-a? Uzr dugonajon, eshitmanman. Qayoqqa ketyapsan? Yana bir para darsimiz bor-ku. Meni so'rashsa, dekan chaqirdi deb aytib qo'y. Iltimos. Nega? Nimadir bo'ldimi? Nimaga kayfiyating yo'q? Yo kimdir xafa qildimi? Yo'q, hech kim xafa qilmadi. Keyin gaplasharmiz. Xavotirga qo'yma, gapir. Nima bo'ldi? Xullas, biror joydan ish topmasam bo'lmaydi. Oyim bilan gaplashgandim. Bilasan, kontraktni yarmini to'lashim kerak. Oyim, dadang pul topolmayapti dedilar. Shunga kayfiyating yo'qmidi? Shahlo, bilasan-ku, qolgan pulni to'lamasam o'qishdan haydab yuborishadi. To'g'ri. Hozir ham dekan chaqirib, shu haftani oxirigacha pulni to'lab qo'ygan deb aytdi. Haftani oxirigacha shuncha pulni qayerdan topmoqchisan? Bankdan kredit olsang bo'lmaydimi? Ta'lim krediti bor-ku. Ayol qizlarga foizsiz beriladi deb eshitgandim. Rostdan ham foizsiz beriladimi? Aslida foizi bor. Xotin-qizlar jamg'armasi shuni to'lab berar ekan. Faqat bir tomoni bor, kimdir senga kafil bo'lishi kerak. Shuni avvalroq o'ylamagan ekanman-da. Ariza topshirib ko'rsammikin-a? Shunaqa qil. Keyin ishlab kreditni to'lardim-a? Ammo ham shuni aytaman-da. Lekin menda kafil yo'q-ku. Qara, men opam borlar-ku. Opamga iltimos qilib ko'raman. Oilalari yaxshi. Kafil bo'lib berarlar, xudo xolasa. Voy, dugonajon, rahmat. Yaxshi ham sen borsan. Bo'lmasam, men hozir bankka borib, keyin ish qarab kelaman, xo'p? Ham o'qib, ham ishlashga qiynalib qolmaysanmi? Qiynalsam ham mayli. Haydalmasam bo'lgani. Talaba bo'lishi qancha orzu qilganman. Xo'p, omadingni bersin. Yaxshi borib kel. Sen domlaga biror bahona aytib tur, xo'p? Xo'p, xavotir olma. Bo'pti. Bo'pti. Xo'p. Sardor? Obbo. Peshingacha uxlaysan indamasa. Tur o'rningdan. Hozir turaman, oyi. Voy, mana xonalaringni qara, xonangni ahvolini qara. To'zib yotibdi-ya. Menga qara, qachongacha shunaqa yurasan? A? Oyi, boshlamang ertalabdan. O'zim yig'ishtiraman. Qara men shu xonamga. Menga qara. Tezroq seni uylantirmasam bo'lmaydi. Ertalab 12 gacha uxlaysan. Kechqurun 1-2 da kelasan, yarim kechasi kelasan. O'zingga o'xshagan takassaltang bolalarga qo'shilib olgansan. Ertaga yelkanga olaxo'rjin tushsa, balkim shu ishlarni yig'ishtirarmiding? To'g'ri, oyi. Meni uylantirib qo'ying. Qutulasiz. O'zingiz yaxshi bir qiz toping. Albatta, o'zim topaman-da. Bitta-yu bitta o'g'lim bo'lsang. Men tanlagan qizga uylanasan. Voy, o'zimni qo'zichog'im, turaqa bolam. Tez. Men choylaringni tayyorlab turaman. Tezroq chiqqina? Xo'p. Eshitdingmi? Tezroq chiq. Xo'p. Tez bo'l. Sardor? Oyi, mana ketdim.
Yuzimni yuvib olay. Allo, Munis? Nima bo'ldi, bankka bordingmi? Ha, bordim. 3 kunda arizamni javobi chiqar ekan. Tezroq kerakli hujjatlarni tayyorlasam, kredit olish tez bo'ladi. Xursand bo'lib ketdim to'g'risi. Zo'r bo'pti-yu. Shahlo, rahmat senga. Doim meni qo'llab yurasan. Arzimaydi. Hech nima qilmadim-ku men. Shahlo, haligi opangdan so'rab ko'rasan-a? Kafil bo'lishga rozi bo'larmikinlar? Boya aytgandim. O'ylab qoldilar, lekin yo'q demadilar. Rozi bo'larlar, o'ylama. Dugonam iltimos qilyapti degan. Xo'p, yana aytaman. Men internetdan bir ish topdim. Hozir gaplashgani boryapman. Ishga olishsa, kreditni o'z vaqtida to'lab turaman. Yaxshi, nima ish ekan? Unisini keyin aytaman. Sen so'rab hal qilib turgin. Men borib gaplashib kela qolay. Xo'p, yaxshi borib kel. Omadingni bersin. Mayli. Bo'pti, xo'p. Mana. Oyl. Rahmat. Xo'sh, menga ofitsiant bo'lish yarashibdimi? Bilmadim. Sen hech ham ofitsiant bo'lasan deb tasavvur qila olmaganman. Bilimi kuchli talabasan. Birorta o'quv markazidan ish topsang bo'lardi. Hozir ish qidirishga vaqtim yo'q. Bu yerda yaxshi maosh berishadi. 3-4 oy ishlab turay. Keyin biror yaxshiroq ish qidirarman. Mayli, o'zing bilasan. Biror narsaga erishish uchun albatta qurbonlik qilish kerak. Hali zo'r bo'lib ketasan. Mashqlaringni eslab yurasan. Ha. Men ham shu haqida o'ylagandim. Xo'sh, o'qishga qachon borasan? Ertaga boraman. Bugun birinchi ish kunim bo'lganiga bora olmadim. Ha, Ertadan boshlab darsdan keyin ishlayman. Boshlig'im ruxsat berdilar. Juda ham yaxshi odam ekan. bunisi zo'r bo'pti. Dugonajon, opangni ko'ndiribsan. Rahmat kattakon senga. Voy, o'zi ham zo'rg'a ko'ndirdim. Shu haftaning oxirigacha kreditimni rasmiylashtirib olsam, keyin xotirjam bo'laman. Opangga meni nomimdan rahmat aytib qo'y. Xo'p, Biror narsa yeysanmi? O'zim mehmon qilaman. Yo. Tezroq borishim kerak, kech bo'lib ketdi. Seni ko'rishga keldim o'zi. Unda qahvangni ichasan, keyin ketasan. Xo'p. Boshqa kuni kelaman, albatta mehmon qilasan. Bo'ldi, albatta. Ishing qiyin emasmi? Yo, o'rganib ketdim. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Menga bitta qahva olib kelib bering. Xo'p, bo'ladi. Alo. Sardor yaxshimisan? Ha, rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, qayerdasan? Ofisga keluvdim, yo'q ekansan. Ofisning oldidagi kafedaman. Bu yoqqa kelsang ham bo'ladi. Xo'p, hozir boraman. Xo'p. Marhamat. Rahmat. Men bu kafega har kuni kiraman. Lekin sizni birinchi marta ko'rishim. Yangimisiz deyman. Ha, bugundan ish boshladim. Tushunarli. Biror narsa kerakmi?
Shunday go'zal qizga boshqa ish topilmadimi? Tushunmadim. Bu yerga endi har kuni har xil erkaklar kiradi. Ehtiyot bo'ling deyman-da. Hali juda ham yosh ekansiz. Ehtiyot bo'lishga harakat qilaman. Biror narsa kerak bo'lsa chaqirarsiz. Xo'p. Jahli burnini uchida hozirgi qizlarni. Sardor, yaxshimisan? Qalaysan do'stim? Yaxshimisan? Qanot. Bu narsa aytasanmi? Yo'q, rahmat. O'tgan hafta sendan olgan mahsulotlarim yaxshi sotildi. Yana shartnoma qilmoqchiman. Keyingi hafta yana bir partiya yetkazib bera olasanmi? Hey. Senga gapiryapman. Nima deysan? Bo'ldi. Shu mollarni jo'nataman. Qayerga qarayapsan? Ana qizni qara. Yangi ofitsiant kelibdi. Juda ham chiroyli ekan. Bo'ldi, qilgan qizlarga qarashchi. Ha, mayli. Ishga qaytamiz. Xo'sh, yangi tovarlar nima bo'ldi? Yaxshi. Sekin-sekin sotilyapti. Mijoz o'rganish kerak edi, ozgina. Yaxshi. Voy dugonajon, shu desangiz, kecha siz aytgan qiznikiga sovchilikka bordim. Menga onasi ham, oilasi ham rosa yoqdi. O'zimizga o'xshagan odamlar ekan. Menga juda ham yoqdi. Juda ham yaxshi oila ekan. Endi yoshlarni uchrashtirib ko'rsak, bir-biriga yoqishsa, endi shunga o'zingiz o'rtaga tushmasangiz bo'lmaydi, o'rtoqjon. Onasiga ayting, qizini bo'sh kunini aytsin-da. Shunga qarab uchrashuv belgilaymiz. Xo'p, Muhabbatxon, hoziroq qo'ng'iroq qilib so'rayman. Aytdim-ku, qizi yoqadi deb, oilasi ham yaxshi oila. Ha, ko'rdim. Shiringina qiz ekan. Menimcha o'g'limga ham yoqadi, xudo xolasa. Oyi, Shu yerdaman bolam, kelaver. Bu yoqqa kel. Bo'pti, bo'lmasam aniqlashtirib aytaverasiz, xo'pmi? mayli. O'g'lim keldi. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding bolam. Yaxshi. Kim bilan gaplashyapsiz? Dugonam bilan. Senga zo'r qiz topib qo'ydik. Tayyorgarligingni ko'r. Uchrashuvga chiqasan. Buncha meni uylantirishga shoshasiz, oyi. Hali yosh bo'lsam. Voy, bu nima deganing? O'zi bitta o'g'lim bo'lsang. Shoshilaman-da. Men ham tezroq kelin olgim keladi. Oshxonani ishlarini topshirgim keladi. Nabirali bo'lgim keladi. Tavba. Nabiralaringiz ko'p-ku nima? Opamni bolalari nabira emasmi? Ularni uy-joyi boshqa bolam. Keladi-yu ketadi. Ko'p gapirma. Uylanasan dedimmi? Uylanasan. Tushundingmi? Xo'p, lekin aytib qo'yay, oyi. Uylanishim kerak ekan deb kim to'g'ri kelsa uylanib ketavermayman. Agar ko'nglimga yoqsa, keyin o'ylab ko'raman. Yoqadi. Menga yoqdimi? Demak, senga ham yoqadi. Menga qara. Ko'p gapirma. Ke o'tir. Ovqatingni suzaman. Ovqat tayyor. Bo'ldi, bo'lmasa kiyimlarimni alishtirib chiqay. Ha, bo'laqa bo'lmasam. Tezlash. Xo'p. Ha. Xo'p, boraman o'zim. Xo'p, mayli. Nima deganing bu? Muammo yo'q.
Xo'p. Mayli, o'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Qalisiz? Yaxshimisiz? Shoshib qayoqqa ketyapsiz? Siz? Ha, men. Tasodifni qarang, ko'rishib qolganimizni. Agar ishga ketayotgan bo'lsangiz, o'tiring, olib borib qo'yaman. Rahmat, o'zim yetib olaman. Obbo, o'tirsangiz-chi, noto'g'ri tushunmang. Meni ham ishxonam o'sha yerda. Yo'limiz bir. Qani, o'tiring. Marhamat. To'g'ri ishxonangizga olib boraman, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Rahmat, o'zi kech qolayotgandim. Oliygohda o'qiysizmi? Shunaqa. Zo'ru. Omadingiz bersin. Ismingiz nima? Men ismim Sardor. Siz ishlaydigan kafega ko'p borib turaman. Bu yog'iga endi tez-tez ko'rishib tursak kerak. Shuning uchun ismingizni bilib qo'ysam yomon bo'lmasdi. Munisa. Munisaxon, tanishganimdan xursandman. Menimcha Buxorodan bo'lsangiz kerak. Ha, qayerdan bildingiz? Shunchaki taxmin qildim. Buxoroda shunaqa chiroyli qizlar ko'p bo'ladi deb eshitganman. Ana yetib keldik. Rahmat kattakon. Arzimaydi, Munisa. Labbay, Ishdan nechida chiqasiz? nimaga? Uyingizga olib borib qo'yaman ishdan keyin degandim. Nega menga mehribonchilik qilyapsiz? Shunchaki buni nimasi yomon? Ishdan aniq kech chiqasiz. Kech bo'lgandan keyin yosh qizni bir o'zi ko'chada yurishi ozgina xavotirga soladi-da. Ko'chada har xil odamlar bor. Ota-onangizni yoniga sog'-salomat qayting deyman-da. Soat 11 da ishdan chiqaman. Yaxshi. Meni kuting, soat 11 da kelaman. Yaxshi yetib oldingizmi? Meni olib kelib qo'yganingiz uchun rahmat. Mendan xavotir oldingizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Yaxshi dam oling. Vaqtliroq uxlang. Ertaga darsga kech qolib yurmang. Xo'p, siz ham yaxshi dam oling. Kim bilan yoshyapsan? Kayfiyating zo'r. Yo, o'zim shunchaki. Hali yaqin o'rtog'ingdan bekitadigan bo'ldingmi? Yo, sendan nimani yashiraman?
bir yigit bilan tanishib qoldim. Voy, yaramasey. Qachon aytmoqchi eding? So'ramasam aytmaysan ama? Yo'q, o'zi tanishganimizga ham ko'p bo'lmadi. Xo'sh, qanaqa yigit? Qayerda tanishdinglar? Men ishlaydigan kafega kelib qoldilar. Ana o'sha yerda tanishdik. Juda ham mehribon, kelishgan, oliyjanob yigit. Oqatdek shahzodami deyman? Shunaqa desa ham bo'ladi. Xuddi orzuyimdagi yigitni endi topgandayman. Yaxshi, lekin jayam ishonvorma. Oldin yaxshilab sina. Hozirgi yigitlarni bilasan-u, ishonch yo'q. Sardor aka unaqa yigitlardan emas. O'zi ham o'qimishli, dunyo qarashi keng yigit. O'zini firmasi bor. Lekin men oddiy oilaning qiziman. Ota-onasi meni kelin qilishga rozi bo'larmikin? Agar chin dildan sevsa, hech nimaga qarab o'tirmaydi. Bu gaping ham to'g'ri. Yura qo'y endi, darsga kiraylik. Mayli, yur. Mana, marhamat. Sardor! Boshqa hech narsa kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum Sardor aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sen bilan gaplashib olaylik. Nima gap, tinchlikmi? Ular do'stingizmilar? Shunaqa. Tinchlikmi? Ne kayfiyatingiz yo'q? Nima gap? Munis, menga bu yerda ishlashing yoqmayapti. Iltimos, boshqa ishlamagin. Nega? Nimasi yoqmayapti? Har xil yigitlarga narsalar tashib yurishing yoqmayapti. Ofitsiantlik o'zi qiz bolaga yarashmaydi-da. Men o'zimga qolsa ham ishlamasdim. Lekin shartnoma pulini to'lashim kerak. O'sha shartnoma pulini men to'lab beraman. Bugundan boshlab bu yerda ishlaymaysan, tushundingmi? Siz to'lab berasiz? Qanaqa qilib? Qanaqa qilib bo'lsa shunaqa qilib. To'lab beraman, tamom. Hozir borib ish boshqaruvchinga ayt. Boshqa ishlamaysan bu yerda. Sardor aka, mayli, bo'shayman. Lekin o'rnimga odam olguncha ishlab turay. Meni qiyin vaziyatda ishga olishgan. Shartda tashlab ketishga vijdonim yo'l qo'ymaydi. Bo'pti. Faqat boshqa odam olishlari bilan ishdan bo'shaysan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Yaxshimisan? O'tir. U qiz bilan shuncha nimani gaplashding? Gaplashdim-da, qo'yaversin-chi. U qizni ham boshini aylantirib yuribsanmi deyman? Hech kimni boshini aylantirmayapti. Yaxshi. Yaxshi qizga o'xshayapti. Tag'in soddaligidan foydalanib yurmagin. Bo'ldi qilgan, iltimos. Ish masalasida gaplashaylik. Mayli. Senga biron narsa aytaymi? Rahmat, ishtahamni bo'g' bo'lding. Firmaning ishlari nima bo'lyapti? Bo'ladi. Sotuvlar sekin kuchayapti. Sen ham ozgina e'tibor bersang bo'lardi. Kuchaytiramiz.
Munis! Munis! Voy. Uzr dugonajon, ko'rmay qopman. Telefonga kirib ket. Tushlik qilamiz deb seni kutib turgandim. Voy. Haligi Sardor akam kelgandilar. Meni kutib turgandilar. Sardor akani topganingdan beri dugoningni unutib qo'yding-a? Yo'q, nega unaqa deysan? Men seni hech kimga alishmayman. Seni o'rningni hech kim bosa olmaydi. Xo'sh, Layli Majnunlar to'yiga qachon boramiz? Kuni ma'lum bo'lsa, birinchi bo'lib seni aytaman. Qara aytmasen lekin. Mayli dugonajon, Sardor akam kutib qolmasinlar. Bora qoling. Mayli dugonajon. Yaxshi aylaninglar. Bo'pti. Har doimgidek o'zim ovqatlanar ekanman. Ma, ol. Choydan ich. Kelinga olgan sarpolarimni ko'rdingmi? Ammalaring ko'rib og'zi ochilib qoldi. Xudo xolasa to'yni ham shunaqa chiroyli qilib o'tkazamiz. Ko'rdim aya. O'zi rosa orzu havaslisiz-da. Voy, bo'lmasam-chi? Nihoyat menga ham, senga ham yoqadigan qiz topildi. Onasi ham juda ham yaxshi, bamanigina ayol ekan. Qudang bormi desa bordik. O'g'lim. Senchi ertaga kelin bola bilan zakst harakatini qilgin. Tezroq ariza topshirish kerak. To'yga ham oz qoldi bolam. Hali yana qancha ishlar bor. Xo'p aya. Siz o'ylamang shu narsani. Men o'zim hal qilaman dedim-ku. Hal qilaman deb kechga qolmagin deyman-da bolam. Tezroq harakatingni qilgin deyman. Oho, hali qancha odamni to'yga aytish kerak. Xo'p bo'ladi aya. Mayli, ol, katta-katta yeginda chiqib ishlaringni qilib olam. Alo. Munis hali uxlamaganmidi? Yo'q. Ertaga men aytgan kitob olish esidan chiqmasin. Xo'p. Tinchlikmi? Nimaga xafasan? Yo menga shunaqa tuyulyaptimi? Sardor akam bilan bir necha kundan beri ko'rishmadik. Telefon qilsam o'chirilgan deyapti. O'zlari umuman telefon ham qilmayaptilar. SMS yozdim, umuman javob yo'q. Tinchlikmikan? Xavotir olyapman-da. Ha, shunaqa degan. Balki telefonni yo'qotib qo'ygandir. Bilmadim. Shunday bo'lganda ham o'qishimga borib ogohlantirishlari kerak edi-yu. To'g'risi, nima deyishga ham hayronman. Kutib turchi? Shunaqa. Boshqa choram yo'q-u. Mayli, yana qo'ng'iroq qilaman. Ertaga ko'risharmiz? Xo'p. Yaxshi dam ol. Sardor akamni do'sti-ku. Borsammikin-a? Sardor akamni so'rasammikin?
Kechirasiz. Eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Sardor akani do'stisiz, a? Ha? Sardor akani ko'rib turibsizmi? Yaxshimilar? Ha, yaxshi yuribdi. Negadir qo'ng'iroqlarimga javob bermayaptilar. Biror gap bo'ldimikin deb xavotirlab yurgandim. Balki ishlari ko'payib ketgandir. O'zi urushib qolmaganmi deyli? Yo'q, oxirgi marta ham yaxshi kayfiyatda xayrlashgandik. Meni o'qishimga tashab qo'ygandilar. Shundan keyin ularni ko'rmadim. Mayli, ko'rib qolsam aytaman, sizga qo'ng'iroq qiladi. Shunaqa qiling. Rahmat. U bu narsa kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Ha. Zo'r bo'ldi. Sardor akammi? Yonidagi qiz kim? Marhamat, o'tirib oling. Sardor aka? Sardor aka! Hozir. Nima deysan? Yaxshimisiz? Bormisiz? Sizdan rosa xavotir oldim. Nimaga yo'q bo'lib qoldingiz? Borma. Ana qiz kim edi? Bu qiz meni bo'lajak xotinim. Nima? Qanaqasiga? Axir men Xullas oyimga shu qiz yoqdi. Ular shu qizga uylanishni xohladilar. nega unda meni ishontirib yurdingiz? Men sizni deb qancha sovchilarni qaytardim. Sizga ishongandim. Endi ahmoq bo'lganingga ishonasan-da. Bu nima deganingiz tushunmadim. Bu deganim aqlli yaxshi qizlar hech qachon bolalar bilan ko'rishib yurmaydi, hech qachon yolg'on va'dasiga uchmaydi. Sen meni nima shunchalik sodda deb o'ylaganmiding? Men hech qachon bolalar bilan gaplashib yuradigan qizga uylanmayman. Men bolalar bilan emas, faqat siz bilan. Qo'y senchi. Yaxshi qiz bo'lganingda men bilan ham gaplashmagan bo'larding. Xudo biladi mengacha nechta yigiting bo'lgan. Onam menga onasi o'pmagandan topib berdilar. Xafa bo'lmaysan. Sen ham bir kun baxtingni topasan. Sog' bo'l. Ha aytgancha, rosa qo'ng'iroq qilding, ezvording, boshqa qo'ng'iroq qilma. Xo'p. Sardor aka.
hammasiga o'zim aybdorman. Uni sinamasdan unga imkon berdim. Oyijon, Rahmat bolam. Rahmat kelin. Ko'p yashang. Bolam, hozir sizlar chillalisizlar. Rahmat. Ishdan ertaroq qaytgin, xo'pmi? Xo'p. Chillali paytda bemahalda yurib bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi oyi. Laylo, ana qora shimimni dazmolladingmi? O'shani kiyib ketmoqchi edim. men jigaring shimingizni dazmollagandim. O'shaniga qoling. Yo'q. Qora kostyum bilan qora shim kiyaman-da. Shuni dazmol qilib yubor. Kech qolaman hozir. Obbo, yana shim dazmollaymanmi? Bolam, sen bugunchalik o'sha jigarrangni kiyib ketaver. Boshqa kuni qorani kiyaverasan. Axir kelin ham bir piyola choy ichvasin-da. Mayli oyi. Men ketdim. Hay, choy ichmaysanmi? Ichdim. Ish qilib oxir baxayr bo'lsin. Voy kelin, yo'l bo'lsin. Oyijon, Qayergadir otlandingizmi? haligi sal turib kelaman. Ha, qayerga ketyapsiz? Sardor akam aylantirib kelaman degandilar. Ha, shunaqami? Oyijon, yaxshi o'tiring, men tez qaytaman, xo'p? Ha, xo'p. Assalomu alaykum oyi. Ha, keldingmi bolajonim? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Rahmat. Nima qilib ro'yizda o'tiribsiz? Kelingiz qani? Ha, televizor ko'rib o'tiribman-da. Kelin o'zini xonasida. Ha, yaxshi. Yaxshi bo'lmasa men kirib kiyimimni almashtirib chiqay. Menga qara bolam. Kelinni tushganiga endi 1-2 kun bo'ldi. Darrov aylantiraman debsan. Ko'rgan qo'ni qo'shnilar nima deb o'ylaydi bolam? Biroz vaqt o'tsin, keyin xohlaganingcha aylantiraverasan. Xo'pmi bolajonim? Tushunmadim oyi. Nimalar deyapsiz? Ha, boya xotining Sardor akam aylantirgan olib ketyaptilar deb chiqib ketdi-ku. Chiqib ketdi? Ha? Xos. Voy sho'rim. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Bugun qayerga borib kelding? Tushunmadim. Nima deyapsiz? O'zingni bilmaganlikka olma. Oyimga yolg'on gapirib qayerga bording? Sen hali shunaqa yolg'onchimisan? Yo'q, haligi to'g'risini aytsam maylimi? Gapir. Dadamni ko'rib keldim. Kichkinaligimdan shunaqaman. Dadam bizdan uzoqroqga ketsa, ichkib qolaman. Bilasiz, buni hammam to'g'ri tushunmaydi. Shunga oyjonni aldashga majbur bo'ldim. Yo'q, shuni menga aytib qo'ysang bo'ladi-yu.
ruxsat bermaysiz deb o'ylagandim. Laylo, boshqa bunaqa yolg'on gapirma. O'zimga bir og'iz aytsang tushunaman. Ruxsat beraman. Xo'p, Sardor aka. Bor, ovqat sus. Qornim ochdi. Xo'p bo'ladi. Alo, assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Sardor bey yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Bolam, ishlar bilan charchamayapsizmi? Laylo yaxshimi? Ancha sizlarga o'rganib qoldimi? Rahmat, yaxshi. O'rganib qoldi ancha. Sardorbek, men Layloga qo'ng'iroq qilib hech ham tusholmayapman. Mabodo yoningizda emasmidi? Yo'q, men ko'chada edim. Laylo uyda edi. Hozir uyga borib aytaman, sizga qo'ng'iroq qiladi. Shunaqa qiling. Xabar olib qo'yay. Xo'p bo'ladi, aytib qo'yaman. Endi aybga buyurmaysiz. Qizim uzatgandan keyin uyimiz ancha huvlab qoldi. Tez sog'inib qolyapman. Tushunaman, o'zi Laylo ham sizga rosa ichki qolar ekan-u. Shunaqa. Men ham bir oy safarga ketgandim. Bugun ertalab qaytdim. Nima? Bugun deysizmi? Ha, bugun? Shunda o'tgan hafta chet eldami deysiz? Ha, bugun ertalab qaytdim. Tushunaman. Mayli o'g'lim. Yana qo'ng'iroq qilaman. Xo'p bo'ladi. Bugun ilojim yo'q, nimaga tushunmaysiz? Tushuning axir. Xohlagan paytim chiqib keta olmayman. O'zi o'tgan safar ham mingta yolg'on bilan chiqqandim. Vaziyat bo'lishi bilan o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Sardor aka, Kim bilan gaplashyapsan? hech kim? Kim bilan gaplashyapsan dedim. Hech kim. Yolg'on gapirma, yuzlamachi. Suvilon. Hammasini eshitib turibman. Yaxshi. Kimligini bilmoqchimisiz? Unda aytaman. Meni sizga majburlab berishgan. Sizda meni umuman ko'nglim yo'q. Bu uyda yashashni ham istamayman. Meni ko'nglim umuman boshqa insonda. Hay kelin, muncha baqirasiz. Nima bo'lyapti o'g'lim? Nega buncha baqir-chaqir? Tinchlikmi? Oyi, ko'rib qo'ying. Ko'rib qo'ying menga kim olib berganingizni. Men uyimda yashab turib, boshqasi bilan telefonda gaplashib yotibdi, oyi. Voy, nima bo'lyapti o'zi? Tushuntiribroq gapirgin. Kelin gapiring. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol, qaytib ko'zimga ko'rinma. Bo'lmasa bir nima qilib qo'yaman, yo'qol. Ketaman ham. Voy sho'rim, hay kelin. Hay bolam, bu nima qilganing? Nimaga uydan haydayapsan uni? Sal tushuntiribroq aytgan, nima bo'ldi? Nima qilay, oyi? Uyimda olib o'tiraymi? U menga xiyonat qildi. Tushunyapsizmi, uyimda? Meni yotog'imda boshqasi bilan telefonda gaplashib yotibdi. Voy, Mana shu qizni siz menga olib bergansiz, oyi. Hammasiga siz aybdorsiz. o'g'lim. Voy. Voy sho'rim. Ham ishlab, ham o'qib, qiynalib qolmayapsanmi? Yo'q, Seni ko'rib qiynalmayapman. rahmlarim kelib ketdi, to'g'risi. Shuncha kuchni qayerdan olasan?
Gaplashib olasanmi? Yo'q, ketdik. Anaqa